نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin'e beadad maqtovlar, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz ulug' yo'lboshchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Butun kelgan imomlar, oqsoqollar, jamoatlar, qavm qarindoshlar, jo'ra mahalla ko'y, shu chaqiriqqa labbay deb kelgan jamoatning qadamiga Alloh taolo savob hasanatlar yozsin. Mana chiroyli dasturxon solib, hammamiz mana shu joyga taklif qilib, shirin taomlarni, issiq choylarni, noz ne'matlarni sohibxonadan qo'yib, tayyorlab qo'yibdi. Alloh taolo ihsonlarini qabul qilsin. Ikkala yoshlarga baxtli, saodatli hayot tilaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini aytamizki, barakallohu lakuma va baraka alaykuma jamaa baynakuma fi xayr. Alloh taolo bu ikkala yoshlarni yaxshilik bilan jamlasin. Bularga Alloh subhanahu va taolo o'zi rahmatlarini yog'dirsin. Solih soliha zurriyotlarni Alloh subhanahu va taolo ato qilsin. Ana shuncha jamoat bu yerga jamlanib, bu yerda shu kelgan jamoatlar ham dunyoviy oziqa, uxroviy oziqa bilan qaytsin deb uyni egasi bir ozgina jamoatga bayon qilish haqida shuni bilmoq qilgan ekan. Asli bizning suzog'imizda shunday odat, kelganimizda o'zimiz gaplarimizni ham gaplashamiz, ozgina bayon bo'ladi, Qur'on o'qiymiz, duolar qilamiz, shu bilan tarqab ketamiz. Hozir men jamoatga eslatay degan narsa shu o'tirgan bizning noz ne'matlar turgan narsani moida deydi. Moida degan dasturxon degan. Qur'oni Karimda Alloh taolo bir sura tushirib qo'yibdi, Moida degan. Dasturxon degan sura bor ekan. Endi Qur'oni Karimdagi suralarning ismlarini Sigir surasi bor, Fil surasi bor, Mulk surasi bor, Dasturxon surasi bor, Anjir surasi bor. Bu suralarni Alloh taolo tanlagan. Uni ichida mana shu tanlangan so'z haqida ham kelib qoladi. Masalan, payg'ambarlar ismida Ibrohim, Yusuf surasi, mavjudotlar ismida mana hozirgi aytganimizdek o'sha Sigir surasi, Asal ari surasi, Chumoli surasi deyapti. Yeydigan narsalarimiz haqida mana Anjir surasi bo'lsa, shularni nozi ne'matni jamlangani haqida Alloh taolo Moida degan sura tushirdi. 120 oyatlik Moida dasturxon degan sura. Shu Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha Alloh taolo 89 marotaba ya ayyuhallazina amanu deb nido qilgan. Olimlarimiz aytadiki, ya ayyuhallazina amanu tarjimasi ey iymon keltirganlar. Ey iymon keltirganlar degan ma'no. Mana shu ya ayyuhallazina amanu desa deydi, musulmon odam quloqlarini tayyor qilib, o'zini ham tayyor qilib turish kerak. Shu xitob ayni menga deb. Chunki Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina kafaru degan oyat ham bor. U bizga emas u. Ey kofirlar degan oyat bor. La ta'tazirul yawm. U musulmonlarga aloqasi yo'q. Musulmonga aloqasi bor oyat nima desa, ya ayyuhallazina amanu. Ibn Abbos aytganlarda ya ayyuhallazina amanuni eshitsangiz, ikkala quloqlaringizni fa asil uzunayka deydi. Ikkala quloqlaringizni tayyor qilib turing. Shuni orqasidan xitob keladi. Ya ayyuhallazina amanuni Alloh taolo 89 marotaba tushirgan bo'lsa, 114 suraga bo'linadi bu. Moida surani o'zida 19 marta kelgan ekan. Yana 16 marta. Moida surasida 16 marta kelyapti. Ya ayyuhallazina amanu degan oyati karima. Moida surasi ya'ni dasturxon surasi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Madina Munavvarada ham oxirida bo'lib tushgan suralardan. Yani bu yerda ahkamlar keldi. Hattoki al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dina degan oyat karima. Bugun sizlar dininglar to'liq qildim, ne'matlarni tamomiy qildim, islom dinini sizlarga rozi bo'ldim degan oyat karima ham mana shu Moida surasida tushgan. Ana endi Moidani o'zi haqida aytadigan bo'lsak, Moida nima desa, dasturxon. Iso alayhissalom ko'p mo'jizalar berilgan payg'ambarni turkumiga kiradi. Masalan, ba'zi bir payg'ambarlarni bilamizki, bitta mo'jizalari zikr qilingan. Solih alayhissalomning tuyasi, falonchi payg'ambarda bir voqeasi deganda bitta mo'jiza aytiladi. Musa alayhissalomni Alloh taolo bir berganda 9 ta mo'jiza berdi.
Musa alayhissalomga. Undan tashqari ham qancha mo'jiza bergan. Kimga desa, bu Musa alayhissalom ham Bani Isroilga payg'ambar bo'lib kelgan. Iso alayhissalom ham Bani Isroilga payg'ambar bo'lib kelgan. Bani Isroil kim desa, Bani Isroil Yaqubdan keyingi inson o'sha Bani Isroil. Yaqub alayhissalom Bani Isroil mana shu joyda boshlanish. Endi Yahudiylar desak ham bo'laveradi. Biz yana bitta tilimizda. O'sha Ishoqdan tarqagan bular. Ishoqning ikkita farzandi bo'lgan, shu bittasining nomi Rum bo'lsa, ikkinchisini nomi yana bir nima degan esim kelmaydi. O'sha ikkalasidan Bani Isroil tarqagan ekan. Bular Ibrohim alayhissalom, Ibrohim alayhissalomning ikkita payg'ambar o'g'li bor bilasizlar, Ismoil va Ishoq. Ismoil alayhissalomda payg'ambarlik to'xtaydi-da, zurriyatda davom etib bitta payg'ambarimiz chiqadi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ishoqda esa barcha payg'ambarlar chiqadi va Iso alayhissalomda to'xtaydi. Ana shu Moidani qissasi qanday desa, endi tafsirda ixtilofli narsalar ko'p bo'ladi. Moidada bir qissada kelyaptiki, Bani Isroil roza tutdi. Bir oy roza tutdi. Roza tutganidan keyin ular musulmon ekan o'zlari. Musulmon degani har zamondagi chiqqan payg'ambarga iymon keltirsa, o'sha zamonda musulmoni bo'lib hisoblanaveradi. Iso alayhissalom davridagilar o'sha zamonning musulmoni, Musa alayhissalom davridagilar o'sha zamonning musulmoni. Ana endi hozir musulmon bo'lish uchun Muhammad alayhissalomga iymon keltirish kerak. Shunda hamma musulmon bo'lgan bo'lib hisoblanadi. Ular roza tutishda Alloh taologa Iso alayhissalomga aytdiki, "Hal yastati'u robbuka." Robbingni bir qiroatda yastati'u, ikkinchi qiroatda tastati'u. Shu biz ikkinchisini olaylik. Robbingga aytasanmi, sen qodir bo'lasanmi Robbingga aytishga, ayunazzil alayna maidatan minas sama, osmondan bizga bir dasturxon tushirib bersin dedi. Ana olimlarimiz bir ajoyib so'zi borki, mo'jizani kim qancha so'rasa, shuncha dinda uzoqlashadi-da. Payg'ambarlarga Alloh taolo mo'jiza bergan. Mana biz hali mo'jiza ham ko'rmadik. Lekin biz mo'jiza ko'rmasa iymon keltirdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganmiz. Ammo tarixda ko'p mo'jiza so'rashgan. Mana Musa alayhissalomdan mo'jiza so'rashdi, boshqa payg'ambarlardan ham mo'jiza so'rashdi. Iso alayhissalomning mo'jizasini bular ko'rib turdi. Ubriul akmaha val abrasa. Qur'onda bir necha oyatlarda kelyaptiki, Iso alayhissalom bi izni ikki qiroatda, anaqa ikkita lafzda. Ko'zi ko'r odamlarni Iso alayhissalom ko'zi ochilishiga sababchi bo'lgan ekan. Allohning izni bilan deyapti oyatda. Bu tabobotda eng oxirida bu. Pes odamlarni abras deydi. Baras degan kasallik bor. Shu odamlarni val abrasa, o'sha pes odamlarni shifo berishlikni Alloh taolo menga berdi dedi. Nimaga desa, bu Iso alayhissalomning davrida meditsina juda rivojlanib ketgan ekan. Lekin ko'zi ko'rdi, ko'zini ocha olmaydi ekan. O'sha tabiblari ham. Yoki karlarni yoki ranglari har xil oqarib kasal bo'lib ketgan psoriazam deb qo'yadi bizda, pes kasalligi deydi. Shuni ham davolayapman ekanda. Iso alayhissalomga iymon keltiramiz. Qani shularni ham davolavarchi deyishsa, Iso alayhissalom Alloh taolodan so'radi. Alloh taolo Iso alayhissalomga imkoniyat berdi, shularni ham davoladi. Ular aytdi, "Yo'q" dedi. "Yana bitta davolaydiganingiz bor. Qanday qilib davolashimiz kerak? Yana kim bor, nima bor?" deganda Iso alayhissalomga aytdiki, "O'liklarni tiriltirib berasiz" dedi. Qabrga qo'yilgan o'likni tiriltirib berasiz deganda, hattoki va uhyil mauta bi iznillah, Allohning izni bilan o'lgan odamlarni ham tiriltirib beraman deb Alloh taolo shuni ham bergan Iso alayhissalomga. Lekin iymon keltirmaganlar keltirmay turaveradi. O'sha dinga kirmagan odamlar kirmay turaveradi. Ammo bu yerdagilar shu dinga kirgan ekan, yana qo'shimcha so'rashyapti. Biz roza tutdik dedi. Endi roza tutganimizdan keyin bizga Eidan li avvalina va axirina, birinchimizga ham oxirgimizga ham hammamizga bayram bo'lish uchun bizga bir Robbingga yunazzil alayna maidatan minas sama, osmondan bizga bir dasturxon tushirib bersin dedi Iso alayhissalom. Ittaqulloh dedi. Xudodan qo'rqinglar dedi. Buni so'ramanglar dedi. Alloh subhanahu va taolodan so'rab ber deb ular qayta aytaverdi. Shunda Alloh taologa Iso alayhissalom aytdiki, "Ey Robbim" dedi, "bizga bir dasturxon tushirib ber" dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytdi, oyat karimada, "Men sizlarga dasturxonni tushirib beraman" dedi. Alloh taolo ala kulli shay'in qodir. Hamma narsaga Alloh taolo qodirda.
Shu mashi dasturxonda o'zi mana dasturxonda turgan narsani Xudo tushirib bergan, Xudo pishirib bergan hamma narsa Alloh taoloning izni bilan bo'ladi o'zi aslida ham. Shu pastdagi dasturxonda hammasini Xudo bergan o'zi. Men dedi dasturxonni tushirib beraman. Faqatgina dedi, shundan keyin yana iymonda mustahkam bo'lmaydigan bo'lsa, iymonda qolmaydigan bo'lsa, shunchalik azoblaymanki, la u'azzibu bihi ahadan minal alamin. Birortani unchalik azobga solmagan holda buni azoblayman dedi. Shuning uchun olimlarimiz so'zi bor, inson mo'jiza talab qilsa, so'ngra mo'jizani ko'rsa, shundan keyin ham iymon keltirmaydigan bo'lsa, buni azobi boshqalardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abu Hubaysh tog'ir buyog'iga tushib aytishdiki, bizga dedi Makka mushriklari shu oyni ikkiga bo'lib bering deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyni ikkiga bo'lib berdi. Oyat karimada va shaqqal qamar deyapti Alloh taolo. Va shaqqal qamar degani oy teng o'rtasidan bo'lindi degani. Oyni bo'lib bersa, shu oyni ikkiga bo'lib bering deb so'raganlar o'zlari chiqib ana sehrgar, mana sehrgar deb o'zlari yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustidan kulib ketishgan. Alloh aytdiki, men dasturxonni tushiraman dedi. Haqiqatan dasturxon tushdi. Endi bu yerda 4-5 ta rivoyatlar bor. Bitta-bittasini aytib ketaman men. Dasturxon tushgandan keyin shu Isroiliyatda nimalar tushganini ham aytgan bor ekan. Baliqlar, anorlar, nonlar va shirin hid, shirin ta'm bilan tushgan ekan. Va bu 3000 ta odamga yetadigan bo'lib tushgan. 1,5 mingta odamga yetadigan bo'lib tushgan ikkinchi rivoyatda. Boylari yu kambag'allar hammasi qarab qoluvdi. Dasturxonni so'raganlar İsa alayhissalomga qani oling, o'zingiz yeng deydi. Sizlar so'radinglar dedi. Dasturxonni tushirishlikni sizlar so'radinglar. Sizlar olinglar desa, bu o'zi yemayapti. Qarang, bu odamzod shunaqa-da. Bu o'zi yemayapti dasturxonni tushirib olib. Nimaga bu yemaydi ekan? Endi biz ham yemaymiz deydi. Haligi mo'jiza so'raganlar. Shunda Isa alayhissalom aytdiki, kasallarni jamlanglar dedi. Bu kishiga Alloh taolo tabobatni bergan. Kasallarni jamlanglar. Kim nima kasal bo'lsa, hali eskilarimiz ham hozir kamayib qolgan gapni biri baniyat shifo deb deymiz, bin niyati shifa bo'ladi arabchasi. Shifo niyatida. Bismillah, bin niyati shifa, baniyat shifo deb ketamiz biz endi. Kim qanday kasal bo'lsa dedi Isa alayhissalom, shu dasturxonda yesa tuzalib qoladi dedi. Shu yerga kelib kasallar yeyishdi. Qanday kasalligi bo'lsa, haligi dasturxonda yesa tuzalib qoladi ekan. Keyin boyagi haligi boyvachchalar mo'jiza talab qilganlardan keyin hammasi ha yesak bo'ladi ekan deb ular dasturxonda yeyishni boshladi. 30 kun turdi dasturxon, 40 kun turdi. Shu birinchi kuni tushganda ikkita bulutni orasida tushgan ekan. Tagida bir bulut, tepasida bir bulut boyagi dasturxonni olib tushgan. Uylarga to'plamanglar, kambag'allarni yeyishi to'xtasin dedi. Bilasizlar, har doim sinov keladi. Alloh taolo aytdiki, Isa alayhissalomga bo'ldi dedi, boylar yeyish to'xtasin dedi, kambag'allar emas. Boylar yeyishini to'xtatsin, uyiga olib ketishni ham to'xtatsin dedi. Shu biz paketmikin ha? O shekilliga. Biz endi Muhammad alayhissalomning ummatimiz u. Isa alayhissalomning emas. Shunda u paketga to'g'rilasak, boylar yemasin deb hech kimimiz yemashimiz kerak, hammamiz boyvachcha bo'lib ketdik-ku. Shunda boylar ham shu dasturxonda yeyaverdi. Uyga ham yashirib to'plashni boshladi. Alloh taolo dasturxonni to'xtatdi. Yana rivoyatda keladi, Alloh subhanahu va taolo bularni ertalabda maymun bilan cho'chqaga aylantirib qo'ygan ekan. Nimaga? Quloq solmagani uchun, itoat qilmagani uchun. Aslida Bani Isroilda oyatda keladiki, Alloh taolo Baqara surasidan boshlab keladi. Va laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sizlar bilasizlar, shanba kuni sinalgan odamlarni, ular quloq solmagani uchun ularni biz qirada degan maymun dedi. Maymunga aylantirib qo'ydik degan oyat karima ham bor. Muhimi dasturxon voqeasi tugadi. Dasturxon voqeasi Alloh taolo dasturxonni qaytarib oldi. So'ngra u yerda kambag'allarga sinov kelmadi. O'sha iymonda shak qilayotganlarga sinov keldi. Shuning uchun olimlarimiz bir ajoyib Qur'ondan olgan foydalarida bir so'z bor ekan. Eng qattiq azob kimga keladi? Eng qattiq ashaddiy azob kimga keladi desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda an-naru yuraduna alayha ghuduwan wa ashiyya va yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Ertayu kech azoblanadi va ertaga qiyomat bo'lganidan so'ng Fir'avn oilasini ashaddiy azoblaymiz degan oyat keldi. Ashaddiy degan. Bu Fir'avnning oilasi ashaddiy azoblanadi. Birinchisi.
Ikkinchisi kim desa, la uazzibu bihi ahadan minal alamin dedi Alloh taolo. Mana shu dasturxon so'raganlar va dasturxondan keyin ham iymonga kelmaganlarda Alloh taolo ashaddiy azoblaymiz dedi. Ashaddiy. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, hurmatli jamoat, shu yashashimiz hammasi Xudo bergan narsa. Har bir yurishimiz, turishimiz, yegan, ichgan, kiygan, minganimiz Alloh taolo o'zi berib, shu nafasni kirib chiqishi ham Alloh taolo bergan narsa. Shunga inson iymonini mahkam qilish kerak. Ba'zi bir odamlar pomidorning ichida yozuv chiqib qolibdi, hali bir odam qo'yin ichida ustida yozuv tug'ilib qolibdi, falonchi deb Qur'ondan ko'ra ulug'roq mo'jiza deb hisoblab tashlaydi. Eng ulug' mo'jiza Muhammad alayhissalomga berilgan eng ulug' mo'jiza Qur'on. Qur'onning ichida hamma xabarlar bor. O'tganlarda hammasining voqeasi bor. Kelajakda bo'ladigan ishlarning hammasi bor. O'rtamizda bo'ladigan hukmlarning hammasi bor. Va qissalar kerak bo'lsa, Alloh taolo aytdiki, "Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas." Qissani eng go'zali ham voqealarda chiroyli ham Qur'oni Karimda bayon qilingan deydi. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, eng katta mo'jiza Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan Qur'oni Karim. Mana shu Qur'oni Karimni o'qib, ma'nolarini tushunib, oyatlarini tadabbur qilib, boshqalarga ham "Xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu" o'zi o'qigan va boshqalarga o'rgatgan bu sizlarning eng yaxshilaring degan oyat nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ham o'zi tavfiq bersin, hidoyat bersin, to'g'ri yo'l bersin. Butun jamoat nomidan yana bir bor tabriklaymizki, ikkala yoshlarga baxtli, saodatli hayot tilaymiz. Alloh taolo ularga saodatli hayot bersin, baxtli, saodatli hayot bersin. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Yedirgan, ichirgan, to'ydirgan mo'min musulmonlarni safidan qilib yaratgan Alloh taologa cheksiz maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Dasturxon solib, hammamiz bu joyga mehmon qilib, hurmat, ehtirom qilib, xizmat qilib, bizga shunday mehmon qilgan sohibi xonadonni Alloh jannatda mehmon qilsin. Choy berib, suv berib, bizlarni sug'organ insonlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan havzi kavsar ichishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Ehsonlarni Alloh qabul qilsin bi rahmatika ya arhamar rohimin.